Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida O'zbekiston milliy terma jamoasiga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Meksikada bo'lib o'tayotgan Jahon chempionatining ikkinchi turdan o'rin olgan Portugaliya va O'zbekiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv rasmiylari ma'lum bo'ldi. Mazkur bellashuvni marokashlik FIFA hakami Jalal Jayed boshqarib boradi. Unga qanotlarda hamyurtlari Zakariya Brinsi va Mustafo Akarkat yordam beradi. Uchrashuvning 4 va 5 rasmiy hakamlari sifatida Janubiy Afrika Respublikasi vakillari Abongail Tom hamda Zaxele Sivela faoliyat olib boradi. Eslatib o'tamiz, milliy terma jamoamizning Portugaliyaga qarshi bahsi 23 iyun kuni O'zbekiston vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Portugaliyaga qarshi tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Afsuski, oq bo'rilar muhim o'yin oldidan jiddiy yo'qotishga uchrashdi. Jahon chempionati birinchi turida Kolumbiyaga qarshi bahsda ajoyib o'yin namoyish etgan 18 yoshli himoyachimiz Behruz Karimovning eski jarohati qaytalangan. Behruz avvalgi kunlarda og'riq sabab mashg'ulotlarni o'tkazib yuborishga majbur bo'lgan va kechagi mashg'ulotlarda yakka tartibda shug'ullangan. Shuningdek, jarohatidan tiklanayotgan Odil Hamrabekov ham umumiy guruhdan alohida mashg'ulot o'tkazgan. O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi, ayni paytda Navbahorda faoliyat olib borayotgan mutaxassis Temur Kapadze O'zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtiroki haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Jahon chempionatidagi ilk o'yin juda hissiy va mamlakatimiz uchun tarixiy bo'ldi. Hisobda yutqazganimizga qaramay, jamoa maydonda o'zini munosib ko'rsatdi, xarakter namoyish etdi va bunday darajada raqobatlasha olishini ko'rsatdi. O'yinchilarimiz uchun bu jahon chempionatidagi birinchi tajriba edi. Shu bois bu uchrashuv ularning keyingi o'sishi uchun muhim bosqich bo'lib qoladi. Abbosning goli butun o'zbek futboli uchun alohida ahamiyatga ega. Bu O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatlari tarixidagi ilk goli va u tarixda abadiy qoladi. Abbos uchun juda xursandman. U bu lahzani o'z mehnati va maydondagi munosabati bilan munosib qo'lga kiritdi. Guruhdan chiqish imkoniyatlariga kelsak, hozircha hech narsa hal bo'lgani yo'q. Oldinda yana 2 o'yin bor. Birinchi bahs shuni ko'rsatdiki, jamoamizda salohiyat bor. Eng muhimi, ilk o'yindan to'g'ri xulosa chiqarish va keyingi uchrashuvlarga maksimal darajada tayyorgarlik ko'rish. Shunda keyingi bosqich uchun kurashish imkoniyatlar saqlanib qolinadi, dedi Temur Kapadze.